Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirova. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining matnda fe'llarni to'g'ri qo'llash mavzusini o'rganamiz. Yangi videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalimga obuna bo'ling. Haytgancha like bosishni unutmang. Bu meni juda ham xursand qiladi. Sinfingiz jamoasi bilan birgalikda ajoyib jonli fe'llar pantomima o'yinini o'ynang. Buning uchun o'qituvchingiz bir nafar o'quvchini doskaga chiqaradi va unga yashirincha bitta fe'l yozilgan qog'ozni beradi. Masalan, suzmoq, tikmoq, kitob o'qimoq, archa bezatmoq va hokazo. O'quvchi esa hech qanday tovush chiqarmasdan faqat harakatlar orqali ushbu fe'lni sinfga tushuntirib beradi. Sinfdoshlar fe'lni topgach, uni 3 xil zamonda aytishlari kerak bo'ladi. Oltmishinchi mashq. Matndan fe'llarni aniqlab, o'zi bog'langan so'z bilan birga ko'chiring deya topshiriq berilgan. Keling, avval matnni yaqindan o'qib, mazmunini tushunib olamiz. Piyoz juda qadimdan ma'lum ozuqadir. Uni qadimgi Misr aholisi juda ardoqlagan. Yunonlar esa piyozni ilohiy o'simlik deb bilgan. Uning qavat-qavat ichki tuzilishini koinot tuzilishiga, ya'ni osmon qavatlariga qiyoslashgan. Yunonlarning dala va o'rmonlar ma'budi Pan ham piyozbosh ko'rinishda tasvirlangan. Shunga qaramay, zodagon rimliklar singari zodagon yunonlar ham piyoz iste'mol qilishni o'zlariga ep ko'rmaganlar. Uning o'tkir hidi og'izdan noxush hid taratishiga bunga sabab bo'lgan. Rimliklarda esa aksincha, kishining ijtimoiy darajasidan qat'iy nazar deyarli barcha piyozni ko'p iste'mol qilgan. Piyozning vatani hozirgacha aniq belgilanmagan. Aziz bolajonlar, ko'rib turganingizdek, biz har kuni oshxonada ko'radigan oddiygina piyozning ortida ulkan tarix va qiziqarli afsonalar yashirin ekan. U qadimgi Misrda ardoqlangan, Yunonistonda esa koinot ramzi sifatida ko'rilgan. Garchi o'ziga xos o'tkir hidi sababli ba'zilar undan qochishsa-da, piyoz asrlar davomida insoniyat uchun ham ozuqa, ham ilohiy timsol bo'lib xizmat qildi. Demak, tabiatning har bir ne'mati, hatto oddiygina piyoz ham o'rganishga arziydigan o'z sirlariga ega. O'zbek oshxonamizni piyozsiz tasavvur qilish qiyin, lekin aslida piyoz ishtirok etmaydigan juda ko'p mazali taomlar mavjud. Keling, ularni birgalikda sanab o'tamiz. Birinchidan, bu albatta barcha turdagi shirinliklar va desertlardir. Biz sevib iste'mol qiladigan tortlar, turli xil pishiriqlar, shirin piroglar va vitaminlarga boy meva salatlarida piyoz mutlaqo ishlatilmaydi. Ikkinchidan, yengil va foydali bo'lgan sutli taomlar. Masalan, ertalabki nonushtada tanovul qiladiganimiz guruchli yoki suvli yormasdan tayyorlanadigan sutli bo'tqalar piyozsiz pishiriladi. Shuningdek, pishloq yoki pomidor qo'shilgan mazali omletlar ham bunga misol bo'la oladi. Uchinchidan esa barchaning sevimli yegulligi bo'lgan kartoshka fri yoki saryog' va sut bilan tayyorlanadigan yumshoqqina kartoshka pyuresi. Yoki bo'lmasa, pishloqli va qaymoqli makaron taomlarini, piyoz qo'shilmagan turli xil salatlarni ham tayyorlash mumkin. Ko'rib turganingizdek, piyoz juda muhim bo'lsa-da, oshpazlik olami usiz ham rang-barang va mazalidir. Xo'sh, aziz o'quvchilar, siz yana qanday piyozsiz taomlarni bilasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Matndagi fe'llar quyidagi so'zlar bilan bog'lanib kelgan. Juda ardoqlagan, o'simlik deb bilgan, osmon qavatlariga qiyoslashgan, piyozbosh ko'rinishda tasvirlangan, iste'mol qilishni o'zlariga ep ko'rmaganlar, hid taratishi, bunga sabab bo'lgan, iste'mol qilgan, aniq belgilanmagan. 61-mashqda Muhammad Yusuf hamda Abdulla Avloniyning hikmatli so'zlari berilgan. Aziz o'quvchilar, ularning hikmatli so'zlarini o'qib, fikrlaringizni sinfdoshlaringizga aytib bering. Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim. She'r yozdim-u bo'lak ishni qotirmadim. Tilim turib, o'z tilimda gapirmadim. Bir eslasam, eziladi bag'ri dilim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Ushbu she'riy satrlar Muhammad Yusufga tegishli. Shoirimiz bu she'rida insonning o'z tiliga bo'lgan munosabati, kechikkan anglash va ichki pushaymonlik hissini ifodalagan.
Shoirimiz hayot davomida o'z ona tiliga yetarlicha e'tibor bermaganidan afsuslanadi. Inson har doim o'z ona tilini qadrlashi, uni hurmat qilishi va asrab-avaylashi kerak. Ona tili millatning ruhi, o'zligi va iftixoridir. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdir. Mulla Avloniy ta'kidlaganidek, ona tilini yo'qotish bu shunchaki so'zlashuv vositasini yo'qotish emas, balki millatning ruhi, tarixi va o'zligini yo'qotish demakdir. Til xalqning yuragi, uning borligini saqlab turuvchi asosiy boylikdir. Shuning uchun har bir inson o'z ona tilini asrab-avaylashi, hurmat qilishi va rivojlantirishga hissa qo'shishi zarur. Aziz o'quvchilar, hozir biz siz bilan ikki buyuk siymo Muhammad Yusuf va Abdulla Avloniyning ona tili haqidagi o'y-fikrlari bilan tanishdik. Ularning so'zlaridan shuni anglashimiz mumkinki, ona tili millatning ko'zgusi va uning tiriklik asosidir. Muhammad Yusufning pushaymonlik bilan yozilgan satrlari bizni ona tilimizni har qanday vaziyatda ardoqlashga chorlasa, Abdulla Avloniyning hikmati bizga katta mas'uliyat yuklaydi. Biz o'z ona tilimizni qanchalik boyitsak, uni toza saqlasak va u bilan faxrlansak, millatimiz ruhi shunchalik baland bo'ladi. Unutmang, til bor ekan, millat barhayotdir. Shunday ekan, har birimiz ona tilimizni sevishimiz va uni kelajak avlodlarga beg'ubor holatda yetkazishimiz shart. Endi ona tili daftaringizga mana shu hikmatli so'zlarni husnixat asosida ko'chirib yozing. 62-mashqda topishmoqlar berilgan. Ularni o'qing va javobini toping. Topishmoqlarni to'g'ri topganingizni tekshirib chiqamiz. Hovuzga qopqoq bo'lar, ayni qish chog'i. Bahor nafasi yelgach, so'nar chirog'i. Topishmog'imizning javobi muz. Choyga solsam erib ketar, lazzatini berib ketar. Topishmoqning javobi qand. Ko'zlarimga qilib zo'rlik, tongda ketdi charchab sho'rlik. Bu topishmog'imizning javobi esa uyqu. Topishmoqlarni to'g'ri topgan bo'lsangiz, barakalla, zehningizga balla. 63-mashq. Avval sinfingiz jamoasi bilan birgalikda 3 guruhga bo'linib oling. Birinchi guruh o'quvchilari katta, bahorda, qozonda pishirildi, sumalak, sari, eng, donidan tayyorlanadi, sumalak, bug'doy so'zlardan foydalanib gaplar tuzing. Ikkinchi guruh o'quvchilari Amirxon, nom, deb kuchukchasiga qo'ydi, tez, katta, bo'ldi, kunda, qoravoy so'zlardan foydalanib gaplar tuzadi. Uchinchi guruh o'quvchilari esa har bog'imizda xil ochiladi gullar, bahorda otam, turli ko'chatlardan, yil, ham, gul, bu ektilar kabi so'zlardan gaplar tuzib yozadilar. Qani ko'ramiz, qaysi guruh o'quvchilari to'g'ri va mazmunli gap tuza olar ekan. Birinchi guruh o'quvchilari berilgan so'zlardan quyidagicha gap tuzib yozishlar mumkin edi. Sumalak eng sara bug'doy donidan tayyorlanadi. Bahorda katta qozonda sumalak pishirildi. Ikkinchi guruh o'quvchilari esa mana bunday gaplar tuzib yozishi mumkin edi. Amirxon kuchukchasiga Qoravoy deb nom qo'ydi. Qoravoy tez kunda katta bo'ldi. Uchinchi guruh o'quvchilari esa mana bunday gaplar tuzib yozishi mumkin edi. Otam bu yil ham bog'imizda turli gul ko'chatlardan ekdilar. Bahorda har xil gullar ochiladi. Uchala guruh o'z gaplarini o'qib eshittiradi. Qaysi guruh jamoalarning gaplari mazmunli va to'g'ri tuzilgan bo'lsa, mana shu guruh jamoasi g'olib hisoblanadi. Bugungi uyga vazifa 64-mashq. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib, gaplarni davom ettiring. Harf birikmalari qatnashgan so'zlarning tagiga chizing. Nuqtalar o'rniga o'tiring, yozing, kiring, qo'ying, saqlang, yoping fe'llarni qo'yib yozishingiz kerak edi. Demak, mana shu gaplardagi harf birikmalari G, Ch hamda Sh. Agar topshiriqni to'g'ri bajargan bo'lsangiz, barakalla. Bugungi darslarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.